Parvardigor meni zaifligimdan foydalanib, menga zulm qilib, bola-chaqam rizqini tortib ketdi. Parvardigor o'zing ko'rding, quvvatingni, qudratingni, azamatini bir ko'rsatib qo'y bunga dedi. Baliqni ko'tarib ketyapti-da, haligi baliq chinchalog'ini tishlab oldi. Bordi, bir kun o'tdi, 2 kun o'tdi, chinchalog'idagi og'riq qattiq bo'lib ketdi. Tabibga bordi, kesish kerak dedi. Kesmasang kaftingga o'tib ketadi dedi. Chinchalog'ini kesishdi. Bir qancha vaqt og'riq to'xtagan bo'ldi-da, keyin u og'riq kaftiga ham o'tdi. Yana chidamasdan yurdi. Tabibga bordi, tabib kaftingni kesishlik kerak, chig'anog'ing yetmasdan turib dedi. Kaftini ham kesishdi. Ozgina og'riq qolgan bo'ldi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin chig'anog'ida ham og'riq o'tdi. Chig'anog'ini ham kesishdi. Yana ozgina vaqt o'tdi. Yelkasidan kesishlikka majbur bo'lishdi. Aytishdiki, yelkandan kesib olmasak qo'lingni badaningga o'tib ketadi, o'lasan deyishdi. Yelkasidan kesishdi. Yelkasidan kesgandan keyin tabib so'radi. Sen nimaga bunaqa bo'lyapsan? Axir odatda bir keskanda to'xtar edi. Biror bir ayb ishing bormi, gunohing deganda baliqchi bilan qilgan muomalasini eslatdi. Shunda tabib aytdiki, "Ey bechora" dedi. Sen o'sha mazlumni qaytib borib rozi qilib qo'yganingda, buna qilib qayta qo'lingni kesishlikka to'g'ri kelmas edi. Endi tezroq bor, badaningga o'tib ketmasdan turib, kechirim so'rab, tavba qilib rozi qilib olgan hali baliqchini dedi. Istab borib topdi. Topib oyog'iga yiqildi. Meni holimni ko'rib, rahming kelsin. Men senga zulm qilganman, meni kechir dedi. Kimsan sen deb so'raganida, falon vaqtda sendan balani qo'lingdan tortib urib olib ketganman dedi. Meni haqimga duo qilganmiding shunda deganida, ha duo qilgan edim. Parvardigor meni zaifligimdan foydalanib, meni haqqimni olib ketdi, bola-chaqam rizqini olib ketdi. O'zingni qudratingni, azamatingni, buyukligini bir belgisini ko'rsatgin degandim. Boyagi zolim Robbim senga ko'rsatdi, duoyini ijobat qildi. Qudratini ko'rsatdi, endi meni kechirgin dedi. Hali kishi kechirdi. Zolim aytdi, Alloh taologa istig'for aytaman, tavba qilaman va qaytib zolimlarga yordamchi bo'lmayman, ularni eshigini tagida turmayman dedi. Tavba qilib, zulm qilgan odamning roziligini oldi.